Mana shunaqa gaplar, mana hozir men sizlarga kelgan ustalarni, tog'alarimizni hammasini ko'rsataman. Bu yerda chala joylar bari bityapti mana. Tog'alarimiz hammalari kelgan hissalarini qo'shib. Biron fikrlarni bildirib qo'ying, mana fikrlarni. Kimda xizmati bo'lsa, kelib xizmat qilaveradi. Mana biz ham xizmat qilyapmiz. Biz mana shu ishlarda. Kimda qo'lidan kelsa yordam qilaveradi. Qo'lingizdan kelgan. Yosh avlodlar uchun kerak. Yosh mana talabalar uchun, kelajagimiz uchun mana sport zallar bo'lsa, polvonlar ko'payadi, sportsmenlar ko'payadi bizda, xudo xolasa inshaalloh. Shohrajonga ham rahmat. Rahmat. Tashakkur etaman. Mana shu hamma zarzamin xohlagan odam kelib o'ynaveradi mana shu. Rahmat. Shu mana shu inshootimiz asrlar davomiga xizmat qilsin-u. Shu ballari ularni ballari ham kelib shu yerda o'ynashsin. Ilohim. Shu yerdan foydalanishsin. Butun qishlog'imiz, zarzamin aholi shu yerdan mana foydalanishsin. Gap yo'q. Mana bu do'stlar, mana bu yerda chala joylar bor edi. Mana bu yerda chala joylar, devorlar chala edi. Hammasi urildi, mana portishkalar qo'yildi. Bu taraflarga ham urildi do'stlar. Tog'a hormang. Salomat. Mana bir stadionni zallarni bitkazib, xudo xolasa mana ballarga tayyorgarlik ko'rishda endi hammasi shu kelajagimizdagi ballarga harakat qilib zalni bitkazib, xursand bo'lib shular Xudo xolasa sportsmen bo'lib chempion bo'lishlariga bunaqa qiyinchiliklar ham o'tib ketadi, oli yaxshi bitib. Ha, xudo xolasa. Shu farzandlar uchun hammalaringga rahmat lekin. Aka